olam, ma'no mujassam. Ona bu o'z farzandlarini hech qanday istisnolarsiz sevib, aksincha uning baxtu kamoli uchun borliqning har qanday istisnolarini rad eta oladigan darajadagi mardlik timsoli. Ona qalbi, ko'ngil o'z g'amlarini poyiga bemalol socha oladigan yagona dargoh. U shunday mukammal zotki, bir vaqtning o'zida bir qancha funksiyalarga avtomatik sozlangan tabiatning eng buyuk ixtirosi. Balki bugungi davrda ayrimlarga uning qadri va qalbini anglash mana shunday so'zlar orqali ifodalanganda osonroq bo'lar. Ammo ehtiyot bo'ling. Uning uchun sizga hayotda bir martalik aksiz berilgan xolos. Aks holda qimmatga tushasiz. Ona bebaho va betakrordir. Ona bu so'z zamirida olam, ma'no mujassam.